Bu videoda men bir noma'lum tenglamalar haqida ma'lumot beraman. Bir noma'lum tenglamalarda faqatgina bitta noma'lum qatnashadi, x yoki noma'lumni boshqa harflar bilan belgilash ham mumkin. Masalan, y yoki a yoki qanaydir z harfi bilan. Demak, bir noma'lum tenglamani ta'rif beramiz. Bir noma'lum tenglama deb bitta noma'lum va daraja ko'rsatkichi 1 ga teng bo'lgan tenglamalarga aytiladi. Masalan, 2x teng 4. Bu bir noma'lumli tenglama. To'liq qilib aytadigan bo'lsak, bir noma'lumni birinchi darajali tenglama. Birinchi darajali deyilishiga sabab noma'lum darajasida 1 bor. Yana bitta misol 2 minus 4x taqsim 5 teng bo'ladi x ga. Bu ham bir noma'lumli tenglama, chunki faqatgina bitta noma'lum x qatnashyapti. Bir noma'lum tenglamalarni ishlash uchun birinchi navbatda nimaga e'tibor berish kerak? Ya'ni ma'lum bir qoidalar bor, o'shalarga asosan bir noma'lum tenglamani ishlash mumkin. Birinchi qoida iloji boricha noma'lumlarni tenglikning bir tomoniga, ma'lumlarni tenglikning ikkinchi tomoniga yozish kerak. Demak, tenglikning bir qismiga odatda chap tarafga noma'lumlar yoziladi. Noma'lumlar, tenglikning o'ng tarafiga ma'lum sonlar. Misol uchun mana bu tenglamani ishlaylik. Bu tenglamani ishlayotganda birinchi qoidani qo'llaydigan bo'lsak, noma'lumlar chap tarafga, ma'lumlar o'ng tarafga yozilishi kerak. Yoki farqi yo'q. Noma'lumlar o'ng tarafga, ma'lumlar chap tarafga ham yozilsa bo'ladi. Lekin birinchi navbatda soddalashtirib olamiz. Demak, soddalashtirayotganimizda bu misolimizda proporsiyadan foydalanamiz. x degani bu x taqsim 1 degani. Ya'ni x ni 1 ga bo'lsak, baribir x deb beradi. Mana proporsiya ko'rinishiga keldi. Ana endi chetki hadlarni ko'paytirib, o'rta hadlarni ko'paytirib bir-biriga tenglashtiramiz. 2 minus 4x ni 1 ga ko'paytirsam, 2 minus 4x o'zi bo'ladi. Teng 5 ko'paytirilgan x, 5x. Noma'lumlarni tenglikni o'ng tarafga o'tkazaman. Ma'lumlar chap tarafda qolsin. Ma'lum sonlar bu 2. Noma'lum sonlar bu minus 4x va 5x. 5x chap o'ng tarafda turadi. Minus 4x o'ng tarafga ishorasini o'zgartirib ko'chadi. Plus 4x bo'ladi. 2 teng 9x. Bu birinchi qoida edi. Ana endi ikkinchi qoida. Ya'ni tenglamani bajarishning ikkinchi sharti. X oldidagi koeffitsiyentga tenglikning ikkala qismini bo'lib yuboramiz. Demak, tenglikning ikkala qismi x oldidagi koeffitsiyentga bo'lib yuboriladi va x topiladi. Demak, tenglamani ishlashni davom etaman. X oldidagi koeffitsiyent 9. Demak, tenglikning ikkala qismini ham o'sha koeffitsiyentga bo'laman, 9 ga bo'lib yuboraman. Natijada chap tarafda 2 taqsim 9 hosil bo'ladi. O'ng tarafda esa 9 dan qisqargandan keyin x qoladi. Demak, yuqoridagi mana tenglamani javobi x teng 2 taqsim 9. 2 taqsim 9. Yana bitta masala ko'raylik. Misol uchun 3x minus 5 teng bo'ladi x taqsim 2 ga. 3x taqsim 5 bo'la qolsin. 3x taqsim 5 minus 5 teng x taqsim 2. Bu tenglamani ishlatganda ham mana birinchi qoidadan foydalanamiz. Noma'lumlar bir tarafga, ma'lumlar ikkinchi tarafga. Noma'lum sonlar 3x taqsim 5 bilan x taqsim 2 ularni chap tarafga yozib olsam bo'ladi. Demak, 3x taqsim 5 minus bo'ladi x taqsim 2. Chunki tenglikning bir qismidan ikkinchi qismiga ko'chirganimizda ishora o'zgaradi. Minus 5 esa o'ng tarafga plus 5 bo'lib ko'chadi. Ana endi bularni xuddi oddiy kasrlarni ayirgan kabi ayiramiz. Umumiy makhraj berib yuboramiz. Umumiy makhraj ularning ko'paytmasiga teng 10. 10 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, bunga 2 tadan bo'ladi. 10 ni 2 ga bo'lsak, bunga 5 tadan bo'ladi. 2 kira 3 6x bo'ladi minus 5x. 5x teng bo'ladi 5.
6x dan 5x ayırsam bitta x qoladi. X. Yana 3x degani bu 3 ko'paytirilgan x degani. 6x degani 6 ko'paytirilgan x degani. 5x degani 5 ko'paytirilgan x. Odatda ko'paytiruv belgisi qo'yilmaydi. 6x dan 5x ayırsam x o'zi qoladi. Bitta x qoladi. Mahraj 10 ga teng. Teng 5. Demak, x topishimiz uchun 10 ni 5 ga ko'paytirib yuboraman. Ya'ni ikkinchi qoidadan foydalanyapman. X oldidagi koeffitsient 1 taqsim 10. Tenglikda ikkala qismini 1 taqsim 10 ga bo'lsam, chap tarafda x qoladi, o'ng tarafda 50 bo'ladi. Ya'ni proporsiya xossasidan foydalanib shunchaki 10 ni 5 ga ko'paytirishimiz ham mumkin.